bir kichik bolaning bir qo'lida poyezdni tortib mengayotganligini ko'rsangiz, darholla bu poyezdni tortib mengayotgani hargizmi bu kichik bola emas. Chunki bir poyezdni tortishga ketadigan kuch bu bolada yo'q. Bundaq bo'lgan ekan, cho'qim men ko'rmagan boshqa bir kuch bo'lishi kerak. Bu bola shu kuchning bir sababidir deysiz. Sizlarni bu muhokamaga elib kirgan narsa sabab natija orasidagi tampongsizlikdir. Bu misaldagi kichik bola sabab, poyezdni tortish natijadir. Sewebning nihoyatda zaif va ojiz bo'lishi natijaning maydonga kelishi uchun buyuk bir quvvatga ehtiyojli bo'lishini, u sababni vujudga chiqarg'uvchilik o'rnidan tushirib, boshqa bir haqiqiy vujudga chiqarg'uvchining bor ekanligini isbotlaydi. Sizlar bu vujudga chiqarg'uvchini o'z ko'zinglar bilan ko'rmasanglarmi, uning mavjud ekanligidan hech shubhalanmaysizlar. Chunki bo'lgan ishlar ko'z oldimizda. Ajaba bu olamda buningdanmi bak kishini hayratga soladigan ishlar yo'qmi? Albatta bor. Hamda buningdanmi bak ajoyib. Kichikkina urug'lardan tog'dek dal-daraxtlar chiqadi. Dal-daraxtlarning qup-quruq shox-shumbalariga o'xshamagan rang, o'xshamagan tam va shakllardagi mevalarni paydo qiladi. Qora tuproq xuddi bir qozon bo'lib, uning ichida har xil ko'ktatlar pishadi. İnsanning barliq hayot kashmishi va o'rgangan hamma narsalari qishcha urug'chilik kichikkina mingisiga saqlanadi. Bir qatra suvdan inson yaratiladi. Shundoq sanab tugatkisiz ajoyib ishlar har vaqt ko'z oldimizda yaratilmoqda. Natijalarni maydonga keltirgan sabablar bo'lsa, nihoyatda oddiy, ojiz, jonsiz va yo'qsul ekan. Ulardan maydonga kelgan natijalar nihoyatda san'atlik, hikmatlik va qimmatlik bo'lmoqda. Mana bu ahvollar shuni isbotlaydiki, bu natijalarni yaratganlar u sabablar emas, balki bu ishlarni qilg'uchi Allohu taolodir. Sabablar bo'lsa faqatla Allohning qudratidagi bir pardadir.